savol bo'lyaptiki, tagidan chiqqani meva qiladimi deyapti. Yoki keyingi yiliga kesib qo'ysa mana joyda meva qiladimi deyapti. Meva qiladi, bitta o'rmonzor bo'lib ketadi. Endi buni umuman bitta kesishni keragi yo'q. Uzun bo'lib o'sib ketib, yonida meva chiqaradi. Uni o'rniga siz mana shunaqa tagidan chiqqanni qo'yib bering, mana shunday qo'yib bering mana. Qo'yib bersangiz, kesganingizdan bir dona chiqqandan mana bunday qilib yotkizsangiz, har bitta bakni orasidan bunaqa joydan bildan keyinga bu shox chiqaradi va har bir chiqargan shoxidan meva va bu hozirda o'zida 120 ko'klaganda, 120 dan ortiq ko'klaganda o'sgan. Hali o avgust oxiri sentyabrgacha o'sadigan bo'lsa, bo'lmaganda 2 metr o'sadi. Endi o'zingiz o'ylang, 2 metr joyga yotkizib har 20 santimetrda, mana har 20 santimetrda bunaqa joydan shox chiqarsinchi, bu qancha meva qiladi? U tagidan kesgan yaxshimi, buni yotkizib tarbiyalagan yaxshimi? Sizga qancha meva qilib beradi? Mana shu anjirimni tagidan chiqqandi. Mana shu cho'paydagi desa, shunday yotkizib qo'yganligim uchun mana bitta, ikkita, 3 ta, 5 ta chiqargan mana kichkina narsa. Mana u bo'lmaganda 2 metrga borgan. Har bir tagidan chiqqan. Mana unisi ham chiqaryapti mana. Shuning uchun buni yotkizish kerak. Mana unga o'xshab har bir nimasidan chiqadi. Biz buni mashincha joydan kesib turib qishda hali yiltiroq nima bor, o'shanda bunday qilib o'rab qo'yamiz. O'rasak, misol Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham, sovuq joyda ham bo'laveradi. Buni o'rash oson bo'ladi. Mana bu yerdan o'ylab keling, mana shu yerdan bir 20 santimetr qoldirib turib, bunday qiladi, yiltiroq nima bor, ota esimdan chiqadi, poltaga tashlaydigan bor. O'shanda mana shunday qilib o'rab qo'yilsa, xohlagancha o'raveradi. 10 qavatga o'ramaysizmi? Bunda sovuq olmaydi bunda. Shuning uchun bu yil mana tarbiyalayapman mana shuni. Kuzatib borsalaring mana shuni. Keyingi yiliga yotkizaman. Buni qishda buni ko'maman mana, qishda ko'maman. Ko'mishlarni o'rgataman. Zo'r bo'ladi, ammo juda bir mana shunaqa joylarda har birida meva chiqargandan keyin xudo xolasa bahridilingiz otiladi. Bu yangi ko'chat. Bildan keyin har bir joydan pindiydi. Bu to'xtamay erta bahorda chiqarib beradi bizga. O'raganimizni hisobiga yana ham zo'r bo'ladi. Bu eng samarali uslub. Hech qachon mana joydan kesib buni bir dona chiqarib mana bunga o'xshab chiqib ketadi. Lekin mashinga o'xshab bitta qo'yib qo'yinglar mana. Balatda ham bo'laveradi. Nimagaki buni ko'mmaymiz, mana ko'mmaganmiz. Har yili shu tepada bo'laveradi. Erta bahorda nima bo'laveradi? Buni ko'mamiz. Biz buni ko'mishga moslayapmiz. Nimaga? Ko'mishga moslaydigan qo'yib qo'ysangiz, bu tepada bo'laveradi bu. Bu yonidagini biz ko'maveramiz. Buni ko'mmaymiz bu balatni. Buni ham oson ko'mamiz, ham manzarali bo'ladi, ham sifatli bo'ladi. Buni baklarini olamiz, bu chiroyli bo'ladi. Tagidan chiqqan mashinada kalterga yotkizganman. Qaranglar, mana qanchalik zo'r ketgan. Shu 1 2 3 4 5 ta kalta chiqargan. Mana o'zi mana shunday gitda, mana shunday narsani yotkizuvdi mana. Metdan bag'ri o'zi bilinib turibdi mana. Mashinada kalta bag'ri yo'g'onlab. Shuning uchun buni yotkizish kerak. Juda zo'r bo'ladi. Ko'mishga har boshqa qilishga yaxshi bo'ladi. Kuzatib borsalaring, xudo xolasa, bundan yaxshi narsalarni tashlayman. Salomat bo'linglar, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun.